Voy aka. Uka, ko'rib qolishmasin uka. Kamerani ko'rib qolishmasin. Nimani bekityapsiz aka odamlardan? Kamera chiqaryapman hozir. Qanaqa kamera ekan aka? Uka bu ashi udari. Birov bilib olmasin buni. Nimaga deng uka? Nimaga ekan? Qarang, bu 1 yil servis garantiyasi bor bu kamerani. Hop. Wi-Fi ga to'lqin orqali ham ulanadi. Kabel orqali ham ulanadi. Hop. Kachestvasi 2K kachestvada oladi. Ikkosi ham. Tepada ham pastda ham. Mana boru odam quylaydi. Musofirda bo'lsangiz ham, Rossiyada bo'lsangiz ham gapirsizmi? Katta kannay bor. Karnay ham juda katta. Juda katta 360 ga aylanadi. Signalizatsiyasi ham bor. Bonusiga. Doimgidek men 32 tali original chip qo'shib beryapman. Har doimgidek. Har doimgidek, xudo xolasa. Endi qaranglar. Chiroqlari bor. Bunda ham svetnoy tasvir oladi. Chiroqlarni ko'ryapsizlar, o'ta baland yoritadi. Xullas, buni televizorga ham ulasa bo'ladi, Bobxon. Televizorga ulab qo'ysa ham bo'laveradi. Televizorlaringiz smart bo'lsa, Android bo'lsa, Wi-Fi ga ulangan bo'lsa, bemalol televizorda ham ko'rib o'tiraverasizlar. Bu juda zo'ridan ekanmi? Ha, shu originalni aytayapman, 1 yil kafolati bor. Kafolat bormi deganlarga mana shuni tavsiya qilaman. O'zim ham ko'pincha odamlarga shuni olishni maslahat beraman. Wi-Fi borlarga zo'rda bu. Kachitva o'ta zo'r uka. Hozir qarang buni qachib beryapman, qarang. Hop. Samarqand viloyati Qasdarg'on tumaniga ketyapti. Rossiyadan turib zakaz berishdi uka, Rossiyadan turib. Buni bilganlar bilarkanda kachib. 10 metr kabelini ham yasab berdi, tayyor. Boradi, kabelni ulaydi, tokka suqadi, bo'ldi, ishlayveradi uka. Hop, qiziqtirgan joyi narxi qancha bo'ldi buni? Narxi 1 million 50 ming so'mga baraka qilamiz uka. 1 million 50 ming so'mga. Endi bu 3 ko'z bo'lmasligi mumkin, lekin kachestvasi xullas o'ta tinig'idan xullas mana. Dual 2K deyapti. Ikkalasi ham 512 gacha qarang, 512 gigabaytgacha xotirani qo'llab-quvvatlayveradi xullas. Bo'ldi, yomg'ir, suv, quyoshdan himoyasi bor. Himoyasi bor. Tashqi kamera bu uka. Bo'ldi aka. Endi qarang. Bu 3 ko'zlilardan jo'natyapmiz. Xorazm viloyati Bog'ot tumaniga ketyapti. 3 ko'zli PTZ hammasi. Endi men trendda sotilayotgan hali robot kameramiz bor edi-yu. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumaniga ketyapti. Akamiz ham musofirda ekanlar shekilli, men zakaz berdi. Kabellar mana. Hozir uchosini ham Wi-Fi'lar bor ekan. Uchosini ham bunaqa kabellarni qilib berdi akalar. Qolgan zakazlarga ulgurmay qoldik aka. Hozir kechikirib ketib qoldi. Zakaz o'ylanmasdan beraverasizlar akalar, zakaz.